xayrlashuv ovqatlari. Birinchi suyug'i, shunisi, ikkinchisi. Yigitlar xizmatda har doimgidek Hoji bobolar ham qorni to'ydirishdi, zapravkani qilishdi. Bu yoqda har doimgidek qatiqlari, limon, salat, mevalari, choy, salat, choy, suv zapasi bilan kompot, kofe, suvxo'y malaku, shakar, bunaqa qora choy, ko'k choy, bu yoqda stakanlari, oshxona, biznikilar. Xo'p, ketish oldi bir fikrlaringizni bilaylik. Qanaqa bo'ldi ovqatlar, sharoitlar? Rostini aytsam, hammasi zo'r bo'ldi. Hammasi joyida. Hech kamchilik yo'q, muammo yo'q. Ovqatdan muammo yo'q, gastinisadan muammo yo'q. Juda yaxshi, juda shirin bo'ldi. Kelib sizlar aylanib mashina bir ziyorat qilib ketsalaring, xursand bo'lardik. Yaxshi ijro bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Siz ham shu tilaklarga qo'shilasiz. Yoshlar baxtli bo'lsin. Siz ham qo'shilasiz.